Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun biz siz bilan ekuk va ekuk sonlarini qanday topishni o'rganamiz. Demak, birinchi navbatda ekuk va ekukning o'ziga ta'rif berib olamiz. Demak, ekubimiz, ya'ni ekubimizning o'zi eng katta umumiy bo'luvchi degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bizga quyidagicha sonlar berilgan bo'lsin. Masalan, 6 va 8 soni berilgan bo'lsa, bizga masala sharti aytiladi. 6 va 8 sonlari uchun ekubni toping deyilishi mumkin. Buning uchun biz 6 va 8 sonlarni to'p ko'paytiruvchi ajratamiz va shular ichida borlarni olib hisob-kitob qilganimizda, ya'ni eng kattasi, eng katta umumiy bo'luvchi 6 va 8 sonlari uchun eng katta umumiy bo'luvchimiz 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni bizga 3 ta son kelgan taqdirda ham xuddi shunday. Har birini to'p ko'paytiruvchi ajratamiz va har birida borini darajasi eng kichiklarini olib hisob-kitob qilganimizda bu sonimiz ekubiga teng bo'ladi. Ana endi ekuk so'ziga ta'rif beramiz. Demak, ekuk bu son esa eng kichik umumiy karrali degan ma'noni anglatadi. Karrali. Demak, ekub bilan ekuk so'ziga ta'rif berib oldik. Ekubimiz eng katta umumiy bo'luvchi. Bunda biz sonlarni eng katta umumiy bo'luvchisini topamiz. Sonlar ekugimiz esa eng kichik umumiy karrali. Bunda esa biz sonlarga eng kichik umumiy karralini topamiz. Demak, buning uchun bizga tub sonlar kerak bo'ladi. Biz oldingi mavzularimizda tub sonlarga ta'rif berib o'tgan edik. Tub sonlarimiz o'ziga va birga bo'lingan son har doim tub son bo'ladi va eng kichik tub sonimiz 2 dan boshlanadi va keyingisi davom etib ketadi. Ya'ni keyingisi 3, keyingisi 5, 7, 11 va hokazo. Ya'ni shu tartibda davom etib ketaveradi. Ana endi qarang. Demak, mavzuga doir misollar orqali mavzuni mustahkamlashga o'tamiz. Xo'p, qarang. Tasavvur qiling, bizga masalan 12 va 72 sonlar berilgan bo'lsa, bizda masala sharti aytadi. 12 va 72 sonlari uchun ekubini toping deydi. Ya'ni eng katta umumiy bo'luvchisini. Buning uchun biz har bir sonni to'p ko'paytiruvchiga ajratib chiqamiz. Demak, 12 ni to'p ko'paytiruvchiga ajratsak, demak, birinchi navbatda qarang. To'p sonlarimiz bilamizki 2, 3, 5, 7 dan boshlanganligi uchun eng kichigiga bo'linadimi yo'qmi tekshirib chiqamiz. Agar qarang, 2 ga bo'linadimi yo'qmi tekshiramiz. 2 ga bo'linsa, 2 ga bo'lamiz yozamiz. Keyingi sonimiz ham 2 ga bo'linsa, 2 ga bo'lib yozib ketamiz. Agar 2 ga bo'linmasa, keyingisi ya'ni 3 ga o'tib ketamiz. O'z navbat 3 ga ham bo'linsa, 3 ga, keyingisi navbatda 2 ga. Xuddi shunday eng kichik tub sonlardan bo'linadimi yo'qmi tekshirib ketaveramiz. Qarang, demak, mana buni birinchi navbatda 2 ga bo'linadimi yo'qmi tekshiraman. Demak, bu son 2 ga bo'linadi. 2 ga bo'lganimda 6 ga teng. 6 ni ham keyingi safar yana 2 ga bo'linadi. 2. Demak, 6 ni 2 ga bo'lganimiz 3 ga teng. Ana endi 3imiz keyingi safar 2 ga bo'linmaydi. Keyingi yana tub son, keyingi tub son 3 bo'ladi. Keyingi 3 ga bo'lib ko'raman. Demak, 3 ga bo'linadi. Bu esa 1 ga teng bo'ladi. Ana endi 12 ni to'p ko'paytiruvchilarga ajratdim. 72 ni ham xuddi shunday to'p ko'paytiruvchilarga ajrataman. Demak, 72. Buni ham birinchi navbatda 2 ga bo'lamiz. Demak, 72 2 ga bo'linsak 36. 36 ham 2 ga bo'linadi. 2 ga bo'lib olamiz. 18. 18 ni ham 2 ga bo'lamiz. 9. 9 ani endi 2 ga bo'linmaydi. U esa 3 ga bo'linadi. Xo'p, 3 ga bo'lib olamiz. 3. 9 ni 3 ga bo'lsak 3. Ana endi keyingi safar 2 ga bo'linmaydi. Buni ham 3 ga shuni 3 ga bo'lsak 1 ga teng bo'ladi. Ana endi biz mana bu 12 va 72 sonlarni to'p ko'paytiruvchilarga ajratdik. Bular uchun ikkalasi uchun, ya'ni 12 va 72 uchun ekubini topamiz. Demak, ekub. Ana endi ekub topishda ikkalasida bor, ya'ni har birida bor tub sonlarning darajasi eng kichigini olib chiqamiz. Ya'ni bunda 12 da 2 dan 2 ta bor, 72 da esa 12 da 2 dan 3 ta bor. Ya'ni uni kichigini olamiz. 2 dan 2 tasini olib ketamiz. Demak, bu yer 2 ko'paygan 2. Keyingisida, ya'ni 12 da 3 dan bitta bor. Ana endi 72 da esa 3 dan 2 bor, 2 ta bor. Ya'ni ikkilasidan borini eng kichigi. Ya'ni bunda ham 3 dan bitta bo'lganligi uchun bittasini olamiz. Demak, ko'paygan 3. Ana endi bularni ko'paytirib hisob-kitob qiladigan bo'lsak, bu 12 ga teng bo'ladi. Ana endi demak, 72 va 12 va 72 sonlar uchun
i kubini hisoblaydigan bo'lsak, bu ikkalasiga bo'linadigan, ya'ni 12 soniga teng bo'lar ekan. Ana endi mana shu 12 va 72 sonlar uchun i kubini topamiz. Demak, i kub. Demak, i kub topadigan bo'lsak, i kubni ta'rifi quyidagicha. Ya'ni ikkala bo'luvchilarda ham bor bo'lgan tub sonlarning eng katta darajalilarini olamiz. Masalan qarang. Mana bu yerda 2 dan 2 ta bor, mana bu yerda 2 dan 3 ta bor. Demak, eng kubini olishim kerak. 2 dan 3 tasini olamiz. Demak, 2 ko'paygan 2 ko'paygan 2 ni olamiz. Ana endi mana bu yerda 3 dan bitta bor, mana bu yerda 3 dan 2 ta bor. Bunda ham 3 dan 2 tasini olamiz. Demak, 3 ko'paygan 3. Ana endi mana buni demak, 3 da 2 miz bizga 8 ni beradi. 3 ga 3 imiz 9. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 72 ga teng bo'lar ekan. Ana endi bu sonlar uchun 12 va 72 sonlari uchun i kub bilan i kub topdik. Demak, 35 va 20. Mana bu ikkita son uchun i kub bilan i kubni toping degan shart berilgan ekan. Bunda ham qarang, 35 va 20 ni tub ko'paytiruvchilarga ajratib olamiz. Demak, 35. Ana endi 35 tub ko'paytiruvchi ajratsak, 35 imiz 2 ga bo'linmaydi. 3 ga bo'lansa bo'linmaydi, 5 ga. Demak 5 ga bo'linar ekan. 5 ga bo'lib olamiz. 35 ni 5 ga bo'lsak 7 ta. Ana endi 7 imiz o'zi tub son, faqatgina bu 7 ga bo'linadi. 7 ga bo'lganimizda 1 ga teng bo'ladi. Ana endi 20 ni ajratib chiqamiz. Demak, 20 ni ajratsak, 20 miz 2 ga bo'linadi. Demak, 2 ga bo'lganimizda 10 ga teng. 10 ham 2 ga bo'linadi. 2 ga bo'lsak 5 ga teng. Demak, keyin 5 imiz faqatgina 5 ga bo'linadi, 1 ga teng bo'ladi. Ana endi 35 va 20 uchun i kub topamiz. Demak, i kub. Ana endi ikkalasida borini ham darajasi eng kichigini olishim kerak. Diqqat qilamiz. Mana bu yerda 5 bilan 7 bor, bu yerda esa 2 bilan 5 bor ekan. Ya'ni ikkalasida ham bori faqatgina 5 va ulardan ham bitta bo'lganligi uchun, ya'ni 35 va 20 sonlari uchun i kubimiz faqatgina 5 ga teng bo'ladi. Ana endi i kubini topamiz. I kub. I kub topishda har birida borining darajasi eng kattasini olaman. Ya'ni qarang, bunda 2 dan 2 ta bor ekan, 2 dan 2 tasini olamiz. Ko'paytirilgan. Mana bu yerda qarang, 5 dan bitta, bu yerda ham 5 dan bitta. 5 dan bittasini olamiz. Agar hozir mana bu yerda agar 20 ni boshqa son kelganda va tub ko'paytirib ajratganimda, mana bu yerda 5 dan 2 ta yoki 3 ta bo'lib qolganda, men 5 dan 2 tasini yoki 3 tasini olishim kerak bo'lardi. Ana endi keyingisida mana bu yerda 7 bor, bunisida 7 yo'q ekan. 7 bu agar bunisida bor bo'lishi ham shart emas. Bizda har birida bor bo'lsa, olib ketaveramiz. Demak, bundan ham 7 ni olamiz. Demak, 7 ni olganimizda 2 ra 2 miz 4, ko'paygan 5, ko'paygan 7. Demak, bu buni hisoblasak 140 ga teng bo'lar ekan. Ana endi demak, 35 va 20 uchun eng katta umumiy bo'luvchi faqatgina 5 ga teng bo'lar ekan. Ana endi 35 va 20 uchun eng kichik umumiy karrali sonimiz faqatgina 140 ga teng bo'lar ekan. 24 va 15 sonlari i kubining i kubiga ko'paytmasini toping deyilgan ekan. Demak, mana bu sonlar uchun i kub ko'paygan i kubni topishimiz kerak ekan. Ana endi bizda qoida bor. Agar qandaydir ikkita sonning i kubi bilan i kubining ko'paytmasi har doim o'sha sonlarning ko'paytmasiga teng bo'ladi. Demak, bu sonimiz har doim 24 ko'paygan 15 ga teng bo'ladi. Ana endi 24 ni 15 ga ko'paytiradigan bo'lsak, xo'p, 120, 240, 360. Demak, mana bu sonlarni hozir 24 va 15 sonlarni i kubini topib, bundan ham i kubini topib bir-biriga ko'paytiradigan bo'lsak, 360 ga teng bo'ladi. Mana bu esa siz aziz o'quvchilar uchun qoida. Har doim bergan sonlarni i kub bilan i kubning ko'paytmasi har doim o'sha sonlarning ko'paytmasiga teng bo'ladi. Ana endi 21 va 35 sonlarning i kub va i kubi yig'indisini toping debdi. I kub plus
i kubining yig'indisini topishimiz kerak ekan. Ana endi qarang. Demak, buni ham har birini topamiz. Ya'ni bu ikkala sonlar uchun i kub topamiz va i kubini topib, yig'indisini hisoblaymiz. Ana endi buning uchun 21 sonini to'p ko'paytiruvchilarga ajratib olamiz. Demak, 21 ni to'p ko'paytiruvchi ajratsak, 2 ga bo'linmaydi, 3 ga bo'lib olamiz. Demak, 3 ga bo'ladigan bo'lsa 7. 7 ga demak, faqatgina 7 ga bo'linadi, 1 ga teng bo'ladi. 35 ni ham shunday ajratamiz. 35 sonimiz 2 ga bo'linmaydi, 3 ga bo'linmaydi, 5 ga bo'linadi. 5 ga bo'lganimizda 7 ga teng, 7 1 ga teng. Ana endi ana bu ikkalasi uchun i kub topaman. I kub. Ana endi ikkalasida ham borini darajasi eng kichigi. Ya'ni 3 bunda bor, bunda yo'q. 3 ta olmayman. 5 bunda bor, bunda yo'q. 5 ni ham olmayman. 7 ikkalasida ham bor ekan va darajasi bitta ekan. Shuning uchun bittagani 7 ni o'zini olaman. Ana endi i kubni topamiz. I kub topganimda, demak, mana bu yerda 3 bor ekan. Bunda bo'lish shart emas. Shuning uchun har birida borini olib ketaveraman. Demak, 3 ni o'zini oldim. Ana endi, demak, bunda 5 bor ekan, bunda yo'q ekan. Bunda ham 5 ni o'zini olaveraman. 7da ikkalasida ham bor ekan va bittadan ekan. Demak, 7 ni o'zini olaman. Teng. Xo'p, hisoblaydigan bo'lsak, 3 kara 5imiz 15. 15 ni 7 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 105 ga teng bo'ladi. Demak, biz mana bu 21 va 35 sonlar uchun hisob-kitob qildik. I kubimiz 7 ga teng, i kubimiz 105 ga teng ekan. Demak, biz masala shartida ham ularning yig'indisini so'ragan. Demak, o'rinlarga qo'yib hisoblaymiz. 105 plus 7. Natijamiz 112 ga teng bo'lar ekan. Mavzumiz shu joyda yakun topadi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Mavzuga doir tushunmagan joylaringiz bo'lsa, mavzuni to'xtatib, o'sha tushunmagan joyingizni qayta o'rtadan ko'rishingiz mumkin.